Qadrdon tikuvchilarim, yaqinroq keling. Bugun sizlar bilan Dubay shayxalari kiyadigan o'sha nafis abayalardan mana shu modelni andazasini qurishni o'zim o'rgangan usullardan kelib chiqib o'rgataman. Avvalo libos uzunligini bor bo'yicha qo'yib olamiz. So'ngra belgacha uzunligini qo'yib olamiz. Uni ikkiga bo'lib ko'krak chizig'ini topib olamiz va beldan pastga 20 cm tushib, buksa chizig'ini topib olib, yotiq chiziqlar chizib olamiz. Bo'yin o'yindisi uchun 8 cm yelkaga qarab, 2 cm pastga qarab tushamiz va o'sha kengligini qo'yib olamiz hamda 12 cm yelka uzunligini qo'yib, ko'krak chizig'idan ham o'sha uzunlikni belgilab, setka chizib olamiz. Ko'krak aylanasini to'rtga bo'lib 2 qo'shamiz, bel aylanasini to'rtga bo'lib 2 qo'shamiz, boks aylanasini to'rtga bo'lib 2 qo'shamiz va har birini belgilab, tutashtirib siluet hosil qilib olamiz. Yelka uchun 3 cm pastga tushib 12 cm da tutashtirib olamiz va yelkadan qolgan joyga yeng uzunligini qo'yib 90 gradusli burchakda chizib olamiz. 90 gradusda chizgan burchagimizdan 12 cm, 13 cm pastga tushib 10 cm ichkariga kiramiz. Etakdan 3 cm chiqamiz. Bu yerda siz ixtiyoriy chiqishingiz mumkin. Men 3 cm chiqdim va 10 cm yengda kirgan joyimizga tutashtiramiz. Tutashgan joydan 4 cm tashqariga chiqib, yeng va etak qismlarini avval shaklda tutashtiramiz. Xohlasangiz ichkariroq chizishingiz mumkin. Kimdir manjitliroq xohlaydi, bu o'shanga bog'liq. Old andaza uchun old ochiqlik tushib olamiz. Men 15 tushdim, siz 18-20 tushsangiz ham bo'ladi. Bu ham kiyimning egasini old ochiqligini qaysi darajada kiyishiga bog'liq. Yelkada 3 cm tushgan joyimizdan 4 cm tushamiz. Bo'yin o'mizidan 1 cm, yeng uchidan 1 cm tushi tutashtiramiz. Bu bizga balans beradi, ko'ylak orqaga ketib qolmaydi. Dubay uslubidagi abayaning siri uning erkin tushishi, qomatga yopishib qolmasdan ayolni yanada ulug'vor va chiroyli ko'rsatishidadir. Men bu usullarni yillar davomida o'rgangan bilimlarim, sinovlarim, amaliy tajribamdan kelib chiqib, sizlarga eng sodda, eng aniq shaklda yetkazib berdim. Old andazani buklovda bitsangiz ham bo'ladi yoki ochiq zamok holda qilsangiz ham bo'ladi. Men bu fasonda ochiq bo'lgani uchun ochiq fasonni belgiladim, ya'ni zamok. Etek qismi oldi balandroq bichilgan, shuning uchun shunday chizdim, lekin siz to'g'ri holda qoldirsangiz ham bo'ladi. Siz bu asosni xohlagan usulda oldi qismini o'zgartirishingiz mumkin, xohlasangiz oldin ochiq holatda bichishingiz mumkin. Men o'rgatgan usulda bichib tiksangiz, albatta men bilan natijani bo'lishing. Bundan ham qiziqroq darslar uchun meni kuzatishda davom eting.